Oyoqda shishlar bormi? Bu holatga e'tibor qarating. Chunki bu holat o'ta xavfli jarayon bo'lishi mumkin. Oyoqda shishlar bu alohida kasallik hisoblanmaydi. Bu ma'lum bir kasalliklar asorati hisoblanadi. Ya'ni belgisi hisoblanadi. Bu belgi bo'lganda ham oddiy belgi emas, hayot uchun xavfli bo'lgan belgi hisoblanadi. Chunki ichkarida tromb bo'lishi mumkin. Bu tromb ko'chib, keyinchalik hayot uchun xavf tug'diradigan trombozlarga sabab bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda oyoqdagi shishlar shunchaki shish bilan kelishi mumkin. Agar bu holatni uy sharoitida oddiy davo chorasini amalga oshiradigan bo'lsak ham, bu oyoqdagi shishlar ketadi. Bugungi videoda qaysi hollarda oyoqdagi shishlar o'ta xavfli holat hisoblanadi, qaysi hollarda esa bu holat uy sharoitida qanday qilib davo chorasini amalga oshirish mumkin. Bugungi videoda aynan shu ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi eng muhim holat, qaysi hollarda tez yordamga murojaat qilish kerak va tezlikda davo chorasini amalga oshirish kerak bo'ladigan holatlarni qisqacha aytib o'taman. Birinchisi, agar sizni bitta oyog'ingiz shishgan bo'lsa va bu shish ko'karish yoki qizarish bilan kelgan bo'lsa va sizda ko'krak qafasingizda, ya'ni nafas o'tkazuvchan yo'llarda qandaydir og'riqlar paydo bo'ladigan bo'lsa, sizda yuzingizda ham xuddi shunday ko'karish hissi bo'ladigan bo'lsa, bu holatda tezlikda tez yordam chaqirish shart. Ya'ni bu holat bo'yicha o'tkir tromboz holati bo'lishi mumkin, chunki oyoq venalarida tromb hosil bo'lib, bu tromb keyinchalik qon tomirlar orqali o'pka tomirlariga tiqilgan bo'lishi mumkin. Bu holat TELA deb ataladi, ya'ni tromboemboliya ligachnoy arteriya. Ya'ni bu holat bo'yicha juda ham qisqa muddat ichida bemorga tez yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Chunki bu holat hayot uchun xavfli bo'lgan holat hisoblanadi. Agar sizni oyog'ingiz bilan birga butun tana bo'ylab shishlar bo'ladigan bo'lsa, bu holat ham xavfli holat hisoblanadi. Tez yordam bilan birga bu holatda o'zingiz ham vrach mutaxassisga murojaat qilishingiz tavsiya qilinadi. Bu holat bo'yicha alohida mutaxassis terapevt yoki gepatolog bo'lishi mumkin bo'ladi. Chunki oyoq bilan birga qo'shimcha tartibda butun qorin bo'shlig'i yoki yuzlarda shishlar bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu jigar hisobiga kelib chiqqan shishlar bo'lishi mumkin. Bu holat o'ta xavfli jarayon. Bu holat ham vrach nazoratida davolanishi shart bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Oldindan yurak kasalliklari, surunkali yurak yetishmovchiligi kasalligi rivojlangan bo'lsa va siz doimiy preparatlar iste'mol qilib borgan bo'lsangiz va sizda hozirgi ayni vaqtda oyog'ingizda shishlar bo'lsa va oyog'ingizga o'sha qo'lingizni barmog'ingizni tiqadigan bo'lsangiz, o'sha barmoq izi qolib ketadigan bo'lsa, demak bilingki, bu holat ham yurak yetishmovchiligi dekompensatsiya stadiya hisoblanadi va bu holat ham albatta kardiolog nazoratida hal qilishi, davolanishi kerak bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan 3 ta holat bo'yicha siz tezlikda davo chorasini amalga oshirishingiz kerak bo'ladigan holat va tez yordam va shifokor nazoratida tezlikda davo chorasini amalga oshirish shart bo'lgan holatlardan biri. Bundan tashqari bo'lgan holatlar rejali ravishda uy sharoitida yoki mutaxassis nazoratida rejali ravishda, esingizdan chiqmasin, bemalol davo chorasini rejali ravishda amalga oshirish mumkin bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Oyoqdagi shishlar o'zi nima sababdan kelib chiqadi? Birinchi asosiy masala. Qisqacha to'xtalib o'tamiz. Gravitatsiya qonuniga asoslangan holatda yurakdan chiqadigan suyuqlik har doim birinchi qon tomirlar tepaga tarqaladi va undan tashqari keyin aorta orqali oyoqlarga qon pastga tushadi. Va oyoqlarni qon bilan ta'minlangandan keyin gravitatsiyaga qarshi qon tepaga qarab ko'tarilishi kerak bo'ladi. Qon pastdan tepaga oqadigan vaqtda qon pastga qarab tushib ketmasligi uchun vena qon tomirlarida alohida klapanlar mavjud. Mana shu klapanlar yetishmovchiligi hisobiga ham qon pastda qolib ketaveradi va tepaga oqim pasayib boradi. Bu keyinchalik o'sha vena qon tomirlarida tromb hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu holatlar saloldan aytib o'tilgandek o'tkir trombozlar TELA jarayoniga sabab bo'lishi mumkin va bu holat keyinchalik hayot uchun xavf tug'diradigan holatlardan biri hisoblanadi. Agar sizda varikoz kasalligi rivojlangan bo'lsa, sizga tik turish mumkin emas. Ko'p bitta joyda o'tirib qolish mumkin emas. Bu holatlar uzoq muddat yarim soatdan ko'p oshishi kerak bo'lmaydi. Agar sizni ishingiz o'tirish yoki tik turish bilan alohida mo'ljallangan bo'lsa, bu holatda e'tibor qaratish shart bo'lgan holatlardan biri. Siz iloji boricha o'sha turgan joyingizda yoki o'tirgan joyingizda iloji boricha alohida maxsus mashqlardan foydalangan holatda oyoq mushaklaringizni, aynan shu ikronojniy mышцani alohida ishlatib borish kerak bo'ladi. Agar bu mushaklar ishlamaydigan bo'lsa, sizda pastda qon qolib ketish ehtimolligi o'ta yuqori bo'ladi. Va bunday insonlar kun davomida o'sha tik turgan holatda oyoqda shishlar bo'ladigan bo'lsa, oyog'ini kechga borib iloji boricha oyoq tagiga yostiq birmuncha yuqori qilib yotish tavsiya qilinadi. Va bu holat o'sha oyoqdagi vena qon tomirlaridagi klapanlarni ishlashi uchun birmuncha yengillik vazifasini bajarib beradi. Agar vena qon tomirlari varikoz kasalligi rivojlanib bo'lgan bo'lsa, bu holat bo'yicha alohida davo chorasini amalga oshirishdan oldin alohida mutaxassis flebolog yoki qon tomir xirurgi nazoratida bu holatga aniqlik kiritib olish kerak bo'ladi. Chunki varikoz kasalligi o'zidan o'zi rivojlanmaydi. Ko'pchilik varikoz kasalligini o'sha tug'ruqdan keyin yoki yosh kattalashgandan keyin, semirgandan keyin
hosil bo'ldi deb o'ylashadi, lekin bu holat har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Chunki bu holat o'sha semirish bilan yoki homiladorlikdan keyin kechadigan jarayonlar ko'proq o'sha malitaz, ya'ni kichik tazda joylashgan qon tomirlar bir-biriga yopishib qolganligidan keyin vujudga keladigan jarayon hisoblanadi. Bu holatni alohida sindrom bilan bog'lash mumkin. Bu Meitner sindromi deb ataladi. Ya'ni Meitner sindromida alohida anomaliya tug'ma ravishda rivojlangan bo'ladi. Bu holatda o'sha yoshligingizda yoki ortiqcha vazn bo'lmaganda yoki homilador bo'lmagan vaqtingizda bu holat hech qanday bezovtalik tug'dirmaydi. Lekin bitta homiladorlikdan keyin yoki ortiqcha vazndan keyin Meitner sindromi kuchayib ketish ehtimolligi o'ta yuqori bo'ladi. Bu holat oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, arterial qon tomir vena qon tomiri ustiga tushadi. Ya'ni oyoqdan yig'ilib keladigan venadagi qon tomirlarni arteriya qon tomiri qisib qo'yadi va bu keyinchalik o'sha pastda o'sha qaysi qon tomir qisilganiga qarab turib, o'sha oyoqda varikoz kasalligi rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bu holat bo'yicha birdaniga koagulyatsiya yoki kuydirish amaliyotlari, to'g'ridan to'g'ri venani operatsiya qilish amaliyotlari bemorga tavsiya qilinmaydi. Chunki Meitner sindromini davolaydigan bo'lsak, bu varikoz kasalligi bo'yicha hech qanday kuydirish amaliyotini tavsiya qilish ham shart bo'lmaydi. Bu holat bo'yicha davo chorasi alohida qon tomir xirurgiya nazoratida amalga oshirish mumkin bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Siz doimiy YouTube videolarimni kuzatib borasiz, bilim olasiz. Ammo esingizdan chiqmasin. Faqat bilim olishni o'zi sizni sog'lig'ingizni o'zgartirmaydi. Natija faqat harakat bilan keladi. Shuning uchun biz har oyda sog'lomlashtirish programmasini tashkil qilganmiz. Bu marafon onlayn tartibda o'tkaziladi. Bu marafonda ayniqsa qandli diabeti borlar, yuqori qon bosimiga ega insonlar, yurak kasalliklari bor insonlar va ortiqcha vazndan xalos bo'lishni xohlaydigan insonlar va xolesterinni to'liq va tabiiy ravishda nazorat qilishni xohlaydigan insonlar bu marafonda qatnashib borishadi. Marafon davomida siz har kuni shaxsiy tavsiyalarimni, video darsliklarni va ovqatlanish rejalarini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhimi, siz bu yo'lni o'zingiz bosib o'tmaysiz. Natijani birgalikda qilamiz. Agar siz ham o'z sog'lig'ingizni bugundan o'zgartirishni xohlasangiz, videosidagi havola orqali marafonga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Sizga ham yordam berishdan mamnun bo'laman. Bundan tashqari oyoqda shishlar nima sababdan kelib chiqadi? Oddiy yana bir asosiy sabab, agar sizni ratsioningizda tuz miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak bilingki, sizda oyoqlaringizda shishlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. E'tibor qarating, oyog'ingizda shish paydo bo'ldimi, ratsioningizga e'tibor qaratishingiz tavsiya qilinadi. Chunki siz iste'mol qilib boradigan tuz miqdori odatdagidan ko'proq bo'lishi mumkin. Va aynan shu iste'moldagi natriy ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'zida ko'p miqdorda suyuqlik saqlab qolishga sabab bo'ladi. Bu oddiy osmos qonuniga asoslangan holatda, agar sizning qoningizda ko'p miqdorda natriy chiqadigan bo'lsa, bu analiz orqali ham oddiy qilib belgilash mumkin bo'ladi. Sizning qoningizda suv ham ko'p bo'ladi va bunday insonlarni oyog'ida yoki yuzida shishlar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun birinchi asosiy masala tuz miqdorini maksimal kamaytirish kerak bo'ladi. Oyoqda shishlarga sabab bo'luvchi keyingi alohida holat mavjud. Bu buyrak kasalliklari hisoblanadi. Buyrak kasalliklarida ham xuddi shunday oyoqda shishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu shishlar oddiy holat bo'lmaydi. Shishlar natijasida nafaqat oyoqda shishlar, balki buyrakda ham xuddi shunday siyishda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bunday bemorlar birdaniga siyishdan to'xtab qoladi va bu holat ko'proq buyraklar bilan bog'liq bo'ladi. Agar bu bemordan biokimiya analizi, kreatin mochevina analizini ko'radigan bo'lsak, bu analizlar yuqori yoki pastlab ketgan bo'lishi mumkin. Bu holat ham xuddi shunday oyoqda shishlar keltirib chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Oyoqda shish keltirib chiqarishiga keyingi asosiy sabab bu buqo bezi gormonlari hisoblanadi. T3 va T4 aktiv gormonlari yetarli miqdorda buqo bezdan ishlab chiqarilmaydigan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday TTG gormonni ko'tarilib ketishi va oyoqda shishlar keltirib chiqarishiga sabab bo'ladi. Bu holat ham xuddi shunday oyoqlarda jiddiy shishlar va bundan tashqari yuzda ham, qo'lda ham shishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Va bunday bemorlarda qo'shimchasiga shikoyat tartibida doimiy charchoq, uyqu bosishi va uyquga to'ymaslik. Har doim mana shunaqa holatlar vujudga kelishi mumkin. Oyoqda shishlar bormi, uyquga to'ymayapsizmi va doimiy charchoq bo'lyaptimi? Demak bilingki, sizda ham xuddi shunday gipotireoz jarayoni rivojlangan bo'lishi mumkin. Bu holat terapevt yoki endokrinolog nazoratida to'liq davo chorasini amalga oshirish kerak bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Aynan shu maqsadda qon tomir toza saqlanishi uchun nima qilish kerakligi, xolesterin to'liq nazorati uchun nimalar qilish kerakligi bo'yicha biz alohida metodik qo'llanma ishlab chiqqanmiz. Bu metodik qo'llanmani har bir inson bemalol ko'rib ishlatishi mumkin bo'ladi. Uy sharoitida amalga oshirish mumkin bo'lgan oddiy tilda yozilgan metodik qo'llanma hisoblanadi. Bu metodik qo'llanma narxi siz topshiradigan oddiy qon analizidan arzonroq, lekin sizga ko'proq foydali bo'ladigan ma'lumotlar berib borilgan. Shuning uchun metodik qo'llanmani bemalol tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi.
Metodik qo'llanmani ushbu video ostidagi havola orqali yuklab olishingiz mumkin. Keyingi juda ham ko'p uchrab turadigan muammolardan biri oyoqda shishlar keltirib chiqarishiga sabab bo'luvchi alohida dorilar mavjud. Bu ba'zi bir gipotensiv preparatlar, ya'ni qon bosimini pasaytiruvchi preparatlar nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Bunga oddiy misol kalsiy antagonistlar, ya'ni o'sha siz iste'mol qilib boradigan oddiy amlodipin yoki nifedipin tarkibidagi o'sha qon bosimini nazorat qiluvchi preparatlar tarkibidagi amlodipin oyoq venalarini kengaytirish va klapanlarni ishlashini pasaytirish effektiga ega bo'ladi va bunday insonlarda doimiy oyoqda shishlar paydo bo'lishi mumkin. Va bu holat ham yurak uchun juda ham katta yuklama vazifasini bajarib beradi, chunki organizmda ko'p miqdorda suyuqlik qolib ketaveradi va bunday insonlar qon bosimini pasaytirishi mumkin. Lekin oyoqdagi shishlar bu yurak qon tomir sistemasi uchun katta yuklama vazifasida kelishi mumkin bo'ladi. Bu holatda ham ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak bo'ladigan holat preparatni o'zgartirish yoki boshqa guruh preparatga o'tish kerak bo'ladi. Va bundan tashqari ba'zi bir gormonal preparatlar ham xuddi shunday oyoqda shishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu holat ham xuddi shunday alohida preparatlarni boshqa preparatga almashtirish bilan birga davo chorasini amalga oshirish kerak bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, oyoqdagi shishlar zararsiz bo'lishi mumkin va bu holatni uy sharoitida to'liq amalga oshirish mumkin bo'lgan holatlardan biri. Yuqorida savoldan aytib o'tdim. Ba'zi holatlar esa o'ta xavfli jarayon bo'lishi mumkin. Savoldan aytib o'tilgandek, xavfli jarayonni yana bir bor sanab o'taman. Agar sizni bitta oyog'ingizda shish paydo bo'lib, oyog'ingizda ko'karish yoki qizarish paydo bo'ldimi, bu holat venoz tromboz bo'lishi mumkin va bu holat o'ta xavfli jarayonlardan biri bo'lishi mumkin. Agar sizdan oyog'ingiz shishi bilan birga ko'krak qafasida og'riqlar paydo bo'ldimi, bu holat undan ham xavfli jarayon hisoblanadi, chunki o'sha venadagi tromb o'pka arteriyalarga tiqilgan bo'lishi mumkin va bu holatda tezlikda davo chorasi tez yordam bilan birga amalga oshirish kerak bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Va bundan tashqari, agar sizda yurak kasalliklari bo'lsa, ya'ni surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lsa va oyog'ingiz birdaniga shishib ketdimi, demak bilingki, sizda yurak fraksiyasi pasayib ketgan. Ya'ni yurakni qon otib berish funksiyasi, nasos funksiyasi pasaygani hisobiga oyoqda shishlar paydo bo'ldi. Bu holat ham tezlikda kardiolog nazoratida to'liq davo chorasini amalga oshirish shart bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Bugungi qisqa video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.